O'tga yetim. Muallif Ali Tantoviy. Ushbu kitobdagi qissalarning aksari hayotda sodir bo'lgan voqealar. Ularni mahkamada ishlagan vaqtim hamda hayotda uchratgan voqealarim asosida yozdim. Undan rozi bo'lganlar bo'ldi, g'azablanganlar bo'ldi. Mojid o'qiyotgan narsalarini fahmlamayotgani bilinib turardi. Ko'zlari harflarni taniyotgan, o'qiyotgan bo'lsa-da, biroq ongi ularning ma'nolarini idrok etmasdi. U hozir dars haqida o'ylamayotgandi. Balki uylariga yangi beka bo'lib kelgan anavi makkor ayol boshiga solgan dard sitamlar, o'zi va bechora singlisining hayotini qanday barbod qilib yuborganini o'ylardi. Kundalik daftariga qaradi. Imtihonga bir hafta qolibdi. Tayyorgarlik ko'rish kerak, ammo qanday o'qisin? Qay yo'sinda tayyorgarlik ko'rsin? Bu uyda xotirjamlik bo'lmasa, axir anavi ayol uni tinmay quvayotgan, azob berayotgan, bir dam tinchlik bermayotgan bo'lsa, unga aziyat berishdan to'xtasa, singlisini qistovga olib qarg'ish yog'dirsa, ammo yuqori sinfga o'tganining ilk yilidayoq sinfdan qolib ketishni aslo xohlamasdi. Chunki boshlang'ich sinflarda eng a'lochilardan edi. Shu o'y-xayollar og'ushida ekan, bo'ron ovozi eshitilgandek bo'ldi. Bo'ron tursa shoxlarni sindirib, novdalarni payhon qilib ketadi. Ortidan yomg'ir yog'ib yerni sug'oradi. Keyin quyosh charaqlaydi. Yangi novdalar unib chiqadi. Bu uyning bo'roni esa har soatda kelib, uning va 6 yashar singlisining qalbini sindiradi. So'ng bu siniq hech qachon tuzalmaydi. Dalaga kelgan bo'ron tashqaridan go'zal, beozor ko'rinadigan anvoyi ayoldan ko'ra zararsizroq aslida. U ayol muloyimlik, husn ortiga yashiringan zaharli ilon misoli edi. Bola shu xayolda o'tirarkan, ayolning haqorat va tahqirlari, shol bo'lgur qo'lini yana ishga solishini eslardi. Mas'um singlisi tag'in kaltak yeya boshlagandi. Bola joyida o'tira olmay qoldi. Lekin otasidan qo'rqqani uchun singlisini himoya ham qila olmasdi. Otasi juda tez o'zgargan. Yangi xotinining hamma gapiga ishonar, hali hayot nimaligini anglab yetmagan norasida bolalarga qarshi o'gay onaning yonida turib jang qilardi. Bola o'rnidan turdi-yu, derazadan tashqariga termulib turib qoldi. Singlisi devorga suyangancha ko'z yosh to'kar, yuzlari sarg'aygan, kiyimlari uniqib ketgandi. Uning yonida yuzdan zahar tomayotgan, ko'zlari olaygan, qimmatbaho kiyimda mag'rur turgan ayol bor edi. Bu holni kuzatib, bolaning qalbi ezildi. Hasrati ko'zlariga yosh bo'lib chiqdi. Singlisining gunohi nima ekanki buncha azob tortsa? Axir yaqin kunlarda ham otasining ko'z quvonchi bo'lgan u emasmidi? Nima gunoh qildiki, bir pasda faqat haqorat, tahqir eshitadigan, kaltaklanadigan, xorlanadigan qizaloqqa aylandi. Uning o'rnini 2 yoshli o'gay singlisi egallagan. Barcha erkalatishlar, sovg'alar kichik singlisiga edi. Unga xuddi bu uyda yolg'iz malikadek muomala qilinardi. Bolaning o'z singlisi esa otasining uyida xizmatkor kabi, balki undan ham yomonroq munosabatga mahkum etilgandi. Diyonatli kishilar hatto xizmatkorni ham xuddi o'z oila a'zosidek qabul qilishadi. Otasida esa odamiylik butkul qolmagan chog'i. O'z bolalariga ham begonaday bo'lib qolgandi. Agar qalbi bo'lganida o'z bolalariga hech yo'q bir xizmatkorchalik muomala qilardi. Alloh bu bechoralarni onasidan ayirib, otasiz yetim bo'lib qolishdek katta sinovni bergan ekan. Onasi-ku vafot etdi. Otasining esa vijdoni o'lib, ular g'irt yetimga aylangan edi. "Beri kel, qo'rib ketgur cho'chqa." Bola o'gay onasi uning singlisini chaqirayotganini bildi. O'gay onasi uchun singlisining ismi shunday edi, cho'chqa. Uni doim shunday tahqirlab chaqirar, faqat kechki payt otasi kelgan damlardagina "Jonim qizim, kela qol" der. O'z qiziga esa doim "Ko'zimni qorasi, suyukligim" deb murojaat qilardi. Uning bo'kirgan ovozi yana hovlini tutdi. "Singling yig'layotganini eshitmayapsanmi? Qara, xohlayotgan narsasini tezda ber. Xo'y, nima balo? Soqovmisan?"
Nima xohlayapsan deb ayt. Shokolad yemoqchi ekan. Unda nega molga o'xshab baqirib turibsan? Ber. Bechora qizcha o'ga onasiga oxirgi qolgan bo'lak o'ziniki ekanini aytolmay turardi. Kecha otasi bir hovuch shokolad olib kelib, kichik qiziga bergandi. U yer, opasi tamshanib turardi. Shunda o'ga onasi xuddi mushukka luqma tashlagandek, uning oldiga ham bitta shokolad uloqtirgandi. Qizcha sevinch bilan uni ikki qo'li orasiga olgan, tezda yeb qo'ygisi keldi-da, quvonchini uzoqqacha cho'zish uchun avaylab yashirib qo'ygandi. So'ng tez-tez yashirib qo'ygan joyiga borib, shokoladni ko'rib qo'liga olar, biroz qarab turgach, qayta yashirar. Ko'ngli xotirjam bo'lavermagach, xazinaning joyini yana o'zgartirardi. Bir gal ishtahasi g'olib kelib bir tishlam tishladi va buni Erkatoy singlisi ko'rib qoldi. Shokolad so'rab yig'lay boshladi. Qizcha tezda shokoladini yashirgan bo'lsa-da, endi kech edi. Qurib ketgur la'nati. Shokolad qani? O'gay onasi qizchani qistovga oldi. U qo'rqib qolganidan javob ham bera olmasdi. Shunda kichik singlisi, "Anavi yerga yashirdi" deb qoldi. Ayol o'z qizi ko'rsatgan joydan bir tishlam tishlangan shokoladni topib olarkan, o'gay qiziga yeb qo'ygudek qaradi. Xuddi u jinoyat ustida qo'lga tushib qolgandek edi. O'gay ona uni sochidan tutib sudiray boshladi. "O'g'ri, la'nati! Onang senga shunday tarbiya berganmidi hali?" Mojid har narsaga chidashi mumkin edi, biroq onasini yomonotlik qilishlariga sira chidolmasdi. U o'zini tutib tura olmay baqirib yubordi. "Hoy, onam haqida yomon gap gapirishga haqqingiz yo'q." Ayol kutilmaganda o'ziga qarshi chiqqan bolani endi ko'rayotgandek qarab turdi. So'ng yeng shimarib unga xizlanib kela boshladi. Mojid esa xuddi kattalardek unga parvo qilmadi. Bu holi o'gay onasining g'azabini toshirdi. "Voy Zumrasha, nonko'r! Endi nima deyishimni sendan so'raymanmi? O'zimni charchatib, ovqatingni tayyorlab beraman, xizmatlaringni qilaman. Sen bo'lsang kitob daftar ko'tarib yurishdan boshqasiga yaramaysan-u, yana tiling chiqib qoldimi? Sen ham onangni bolasisan-da." Mojid esa unga tik qarab qat'iy gapirdi. "Men sizga onam haqida gapirishni bas qiling dedim. Aks holda o'zim ovozingizni o'chirib qo'yaman." U o'gay onasi tomonga yaqinlashdi. Ayol hayiqdi. Baqirib dod voy sola boshladi. Qo'shnilarga eshittirib, "Meni urmoqchimisan? Xoin, yaxshilikni bilmagan. Sho'rim qursin odamlar, hoy xaloyiq, qutqaringlar." Bir ikki qo'shni chiqib ayoldan hol so'ragandek bo'ldi. Mojid xonasiga chiqib ketdi. Xona deganimiz tepa qavatdagi bir burchak bo'lib, beki uni kamroq ko'rish uchun shu joyni ajratib bergandi. Kechki payt ota ishdan keldi. Odatdagidek yuzlari tirishgan, xo'mraygan. Bolalarga sira tabassum qilmay qo'ygan. Shunday qilsa bolalari unga nisbatan jur'atli bo'lib qolishidan cho'chirdi. Mojidni otasi ilgari unday emasdi. Yangi beki uyga kelib, uni shu holga solib oldi. Mojid va singlisi erkalansa, xulqi buzilishini, ularga qattiqqo'l munosabatda bo'lish kerakligini bot-bot aytardi. Albatta bu gaplarni muloyim ohangda, ishvalanib aytar. Eri uyga keladigan payti yaqinlashganda shaytoniy niqobini yechib, qo'y og'zidan cho'p olmaydigan mas'umaga aylanardi. Hatto kiyimlarni almashtirib, yasan-tusan qilib olardi. Eri o'zining qizini mening qizimdan ustun ko'rayotgan ekan deb o'ylamasligi uchun ikkoviga bir xil kiyim kiydirib qo'yishni ham unutmasdi. Ota kelganida ayol uni iltifot bilan kutib olardi. Lekin yuziga mazlumlik ifodasini shunday bergan ediki, hali so'zlamasdanoq eri bugun uyda nimadir bo'lganini payqadi. Kiyim almashtirish uchun yotoqxonaga kirarkan, ayol ortidan ergashdi. O'sha yerda bo'lgan voqeaning biriga 10 qo'shib yig'i aralash aytib berdi. Erining g'azablanganini ko'rib, "Tag'in bolani urmang, sal talbih berib qo'ying deb aytdim", deya ko'z yoshlarini artgan bo'ldi. Eri xonadan chiqqanida ko'ziga hech narsa ko'rinmasdi. Oldiniga qizni chaqirdi. Qizalog'i mo'ltirab, yelkasini qisgancha xuddi o'limga yetaklab ketilayotgan odamdek bir alfozda otasini oldiga keldi.
U yo'lbars changalida turgan uloqchadek nochor turardi. Ota qizchani gumondordek turg'azib qo'ydi. "O'g'irlik qildingmi?" deb bir og'iz so'rab surishtirmadi. Balki o'g'irlikning naqadar yomon ish ekanini aytib, tanbih berarkan, nozik yelkalaridan turtib silkidi. Qizaloq tushunganini bildirish uchun boshni irg'arkan, o'ksinib yig'lar, o'zini oqlashga urinmasdi ham. Ota o'g'li Mojidga ko'z qiri bilan qarab turar, shu qarashda unga hozir naqadar yomon bo'lishni bildirmoqchidek edi. Ne ajabki, Mojid bugun boshqacha, qo'rquvsiz ko'rinardi. U singlisini o'g'irlik qilmaganini bilar. Unga tuhmat qilinishiga jim qarab turolmagandi. Shaxt bilan otasining oldiga kelib, bor gapni aytmoqchi bo'ldi, biroq bu dadilligi boshiga tushajak baloni tezlashtirardi xolos. Darg'azab otaning tovushi uyni titratib yubordi. "Ey orsiz nonko'r bola! Sen hali onangni urmoqchi bo'ldingmi? 14 yoshga kirib, endi katta odam bo'lib qoldim deb o'yladingmi? Odam o'z onasiga qo'l ko'taradimi? Badbaxt, hozir qo'lingni urib sindiraman." "Dada, xudo haqqi unday emas. Hali surbetlik ham qilasanmi? Onangni yolg'onchi deyapsanmi?" "Yolg'onchi demayapman, lekin sizga to'g'ri bo'lmagan gaplarni aytibdi." Ota o'rnidan sakrab turib o'g'li tomonga otildi. Aqlini yo'qotgan majnun kabi uni urib tepa ketdi. So'ng g'azabi bosilmadi shekilli, o'g'lining kitob daftarlariga ko'zi tushib, hamma darslarini yozib tayyorlagan daftarlarni olib yirtib tashladi. O'g'lijon holatda daftarni saqlab qolishga urindi, ammo yana shapaloq yeb yiqilib tushdi. Bir burchakda qo'rquvdan g'ujanak bo'lib, boshini qo'llari bilan berkitib yig'layotgan qizaloq va akasi kechki ovqatsiz qoldirildi. Ayol ularni ajratgan kishi bo'lib, oraliqda yurarkan, Mojidga ma'noli qarab eriga bildirmay, istehzoli kulib qo'yardi. Er-xotin kichik qizchasi bilan birga ovqatlanib xonasiga kirib ketishdi. Mojid esa ochiqqanini bilmas, tunlari allamahalgacha uxlamasdan yozib chiqqan daftariga, yirtilgan bo'laklarga qarab o'tirardi. Mushtlari tugilib, tishlari g'ichirlab ketardi. So'ng xuddi urush maydonidagi bir ona bombadan parcha-parcha bo'lib ketgan bolasini jasadini to'plaganidek, yig'lay-yig'lay daftari bo'laklarini yig'a boshladi. Qarasa, u 1000 bo'lakka bo'lingan, to'plash va tartiblash imkonsiz. Daftar holiga keltirib o'qib bo'lmas darajaga kelgandi. Endi imtihondan yiqilib, 1 yil umri zoyi ketadiganiga, muammo yanda kattalashiga ishonardi. Ko'z oldidan o'tmish kunlari xuddi film tasmasi kabi o'ta boshladi. Dunyodagi eng nurli chehra onajonining siymosi ko'rindi. Onasi yosh va sog'lom holda edi. Yana oldingi uylarni, undagi tinchlik, xotirjamlik va mehr-muhabbatni ko'rdi. Mehrga to'la ko'zlaridan otalik ruhi ufurib turadigan, qo'llari doim sovg'a-salomga to'la, tili shirin so'zlarga boy, gapirishni yaxshi ko'radigan o'shandagi otasini ko'rdi. Bora-bora onasi bemor bo'lgan davr ko'rindi. Mojid uning kasalligiga parvo qilmas, o'tib ketadi deb o'ylardi. So'ng holda to'plangan qarindoshlar paydo bo'ldi. Hammasining yuzida mahzunlik, yig'i, dodvoylar. Hamma uni uydan uzoqlashtirishga urinardi. Nimanidir yashirinishardi. Lekin u onasi vafot etganini yaxshi anglab turardi. Onasi vafot etganini. Bu jumla tildan osongina chiqadi, ammo u avvallari o'lim haqida eshitgan, kitoblarda o'qigan, biroq yaqin kishisidan ayrilib ko'rmagandi. O'lim oldin ularning xonadoniga kirmagandi. Biroq o'sha kunlar unga o'lim nima ekanligini anglatib qo'ydi. Ertasi tongda onasining yoqimtoyi va shirintoyi bo'lgan singlisining yig'isidan ko'zlarini ochdi. U o'sha paytlar otasining ham erkatoyi edi. Qarasa, singlisining yonida uni emizib ko'ksiga bosadigan onasi yo'q ekan. Singlisining yig'isi kuchaydi. Bola onasini chaqira boshladi. "Oyi, oyi!" So'ng o'rnidan turib uni izladi. Qarasa, otasi va bir qancha qarindoshlari yig'lab o'tirardi. Ulardan onasi qayerda ekanini so'radi. Javob berishmadi. Maktabga ketmoqchi bo'ldi. Tag'in sumkasini tayyorlab, kiyimini kiydirib qo'yadigan onasini topolmadi.
eshik yonida uni o'pib kuzatarkan, hech kim bilan urushmagan, ko'chalarda o'ynab yurmasdan tezda uyga qaytgin deb nasihat qiladigan onasi hech qayerda yo'q edi. Maktabdan qaytganida singlisini emizib o'tiradigan begona ayolga ko'zi tushdi. Ko'z oldidan film kabi o'tayotgan sahnalar davom etdi. Dastlabki kunlari otasi unga do'st, mehribon edi. Unga va singlisiga ham ota, ham ona bo'lishga harakat qilardi. Lekin ota o'sha mash'um kundan boshlab o'zgardi. Mojidning ko'z oldiga o'sha mash'um kun keldi. U kuni otasi unga bunday degandi: "Mojid, bugun uyimizga yangi onangiz keladi." Yangi ona. U avval bunaqa so'zni sira eshitmagandi. Yana bir uka yoki singil kelishi mumkinligini bilardi. Chunki onasi ularga singlisini olib kelib, uni rosa quvontirgandi. Lekin bu yangi ona degani qanday bo'lardi? U tushuniksiz bir kayfiyatda yangi onani kutdi. U ham ko'p kuttirmay keldi. Ko'rinishdan latofatli edi. Kiyinishi chiroyli, yanoqlari shaffof rang, labi boshqa ayollarnikiga o'xshamagan qizg'ish top edi. Lekin unga yangi ona yoqmadi. Ayol avvaliga muloyim, iltifotli ko'ringani bilan oradan biroz vaqt o'tib, yaxshi o'rnashib olgach, o'zgardi. Ayniqsa qizini dunyoga keltirgach, Mojid va singlisiga kun bermaydigan bo'ldi. O'tmish tasmasi o'chib, go'yo film tugadi. Mojidning ko'z o'ngida undan faqat mana shu qabih, makkor qiyofa qoldi. U kattalasha borib, bolaning xotiralar ziyosini, umid uchqunlarini so'ndirib qo'ydi. Bola tizzasiga bosh qo'yib uxlab qolgan singlisining sochlarini silagancha xayol surib o'tirarkan, yoqimsiz qahqaha eshitildi. Seskanib ketdi. Uning ovozi Mojid uchun boyo'g'lining sayrashidek xunuk edi. Onasi o'rnini egallab olgan bu ayolning qahqahasiga otasining hiringlagani esh bo'ldi. Qo'rqib, uyqusirab inglagan singlisini och ekani esiga tushdi. Ehtimol bu sho'rlik tushlik ham qilmagandir. Chunki anavi ayol unga kun bo'yi o'zi va qizning xizmatini qildirdi. Bir bo'lak non bergan bo'lsa bordir. U o'zining qiziga yashirincha shirin ovqatlar berardi. Shunday qila-qila singlisi kasal va holsizlanganiga, tag'in o'zini mehribon ko'rsatib otasiga: "Bu bechora qizchangiz og'ziga bol tutsam ham tushlik qilmaydi. Qarang, shifokorga ko'rsatmaysizmi?" derdi. So'ng eri taraddudlanib qolmasidan gapini davom ettirardi. Lekin shifokor ham nima qilib bera olardi? Xulqi yomon, qaysar bo'lsa, ovqatga chaqirsam yemadi. Qaysarligi o'ziga zarar. Shunda otasi uni chaqirib bunday derdi: "Hoy qiz, bu qaysarlik nimasi? O'tir, ovqatingni ye, bo'lmasa kaltak yeysan." Qizaloq ovqatlanish uchun kelar, ayol unga yaxshirincha tahdidli nazar tashlar, qiz bechora qo'rqib yana ortiga tisarlardi. Shunda ayolning ko'zlari chaqnab eriga: "Ana, aytmadimmi sizga? Qaysarning qaysari bo'lgan. Yaxshilab tarbiya qilish kerak bularni" derdi. Shunda otaning jahli chiqib, tarbiya berish uchun qizning qulog'idan tortib, xonadan haydab chiqarardi. Mana shu uning har kunlik kechki nasibasi bo'lardi. Mojid ko'zlaridan oqqan yoshni artarkan, singlisini ko'tarib oldi. Singlisi ozg'in qo'llari bilan akasining bo'ynidan qucharkan, "Oyijon" deb ingrardi. Akasi biroz xavotirlandi. "Nima bo'ldi senga?" "Bo'ldi, yig'lama jonim. Qornim och." Singlisi ko'zini ochib o'zini akasining quchog'iga ko'rdi. "Qornim ochib ketdi, akajon." Akasi jimib qoldi. Nima ham desin? Qayerdan ham yegulik olib kelsin? Lekin singlisi yig'lay boshlaganini ko'rib, uni joyiga yotqizdi. So'ng biror narsa topish uchun izlana boshladi va nasiba topgandan xursand bo'lib ketdi. Qarasa oshxona eshigi ochiq. Odatda doim qulflangan bo'lardi. Dasturxonda kechki ovqat qoldiqlari shundayligicha qolgan ekan. Ularni singlisiga olib chiqdi. Qarna qorinlari biroz to'ygandan kayfiyatlar ko'tarildi. Singlisi uxlab qolgach, Mojidning xayolini yana o'tmish lavhalari band etdi. Onasining siymosi,
tabassum bilan qaragani ko'z oldida gavdalandi. Bu hol unda tez-tez namoyon bo'lganidan ortiq e'tibor qilib o'tirmadi. O'tmish xotiralarga g'arq bo'lganida hozirgi kunlarni, bu holini unutardi. Shiringina uxlayotgan singlisiga mazlum yetim qizni emas, balki onasi erkalatib, yaxshi ko'radigan suyukli qizaloqni ko'rardi. Hozir ham yirtilgan daftari, nohaq kaltak yeganini esdan chiqargan, qulog'ida onasining mehrli ovozi o'rnashib qolgan. Go'yo uni chaqirgandek bo'lardi. Biroz turib quloq solgach sekingina engashdi. "Tur, jon singlim, onamni ovozini eshitmayapsanmi? Yur, u bizni chaqiryapti. Ketamiz", dedi. Singlisi qo'rqib uyg'ondi. Chunki u chaqirishi mumkin bo'lgan ona faqatgina anavi ayol deb bilardi. Undan qo'rqar, sira uning oldiga borishni istamasdi. U ayolning eng katta jinoyati bu mas'um qizchaning qalbiga ona degan so'zdan qo'rqishdek ayanchli bir vahima solgandi. Akasi esa xuddi esi oqib qolgandek unga noma'lum tomonni ko'rsatib, "Kel, go'zalim, ana mehribon oyijonimiz chaqiryapti. Oldiga boramiz. Ana, u chiroyli bir joyda, hamma narsasi bor bo'lgan bir bog'da yuribdi. Tuzalib ham ketibdi. Ovozlarni eshitmayapsanmi?" derdi. Singlisi hech qanday ovozni eshitmagan bo'lsa-da, akasiga ishonganidan uning bo'yniga osildi. Mojid uni ko'targancha eshikni ohista ochdi. Ikkisi noma'lum qorong'ulik qo'yniga singib ketishdi. Ertasi kuni gazetalarda qabristondan 14 yashar bola va 6 yashar ozg'in qizaloq onasining qabri ustida uxlab yotishgan holda topilgani yozildi. Ular tezda shifoxonaga olib borilgan. Qizaloq bu sovuqda o'lim yoqasiga kelib qolgan, faqat noma'lum bir mo'jiza bilangina o'lmagandi. Akasi ham aqldan ozgandek isitmalab, goh imtihon, yirtilgan daftar, chaqirgan onasi haqida, goh qandaydir ilonga o'xshagan makkora ayol haqida alahsirab yotardi. Tamom. Tinglaganingiz uchun rahmat. Hikoyadan xulosa shuki, hech bir bola ota-onasiz, ayniqsa onasiz o'smasin ekan.